Assalomu alaykum ustoz. Oldu. Ekran ko'rinyaptimi? Ho'p, buyur. Ho'p, davom etamiz. O'tgan mavzular ancha qismini tugatgandik. Ozgina qolib ketgandi. Afzalliklar haqida. Demak, CMS sistemamizning afzalliklarini sizlar bilan ko'rib o'tamiz. Ustoz yana ovoz tashkilotdi. Bilmasam, lekin bu endi yaxshi nimalarga ulangandim. Hammaga shundaymi? Ana endi baland bo'lib, lekin bo'yi oshib. Endichi? Ana endi baland. Aha, yaxshi. Unda shunday. Demak, ma'lumotni tezkor yangilash. Birinchi afzalligimiz CMS sistemamizdan foydalanishning birinchi afzalligi bu bizga ma'lumotni tezkor yangilashimiz mumkin ekan. Endi sistemalarni ko'rib o'tgandik, saytlarni ko'rib o'tgandik, qayerda ishlatish mumkin, masalan, ishxonalar va boshqa ko'rgandik. O'sha yerda endi yangilik kelgandan keyin, masalan, o'zgarishlar kelgandan keyin uni tezda o'zgartirish kerak bo'ladi. Bunda ana shu CMS sistemamiz katta yordam berishi mumkin ekan. Demak, ma'lumotga ega xodim yoki uni texnik mutaxassis kabi qo'shimcha vositalarsiz o'zi e'lon qiladi. Ya'ni yana alohida dasturchi bizga shart bo'lmaydi. O'sha bitta alohida xodim masalan ajratib qo'yilsa, o'zimiz misol qilib nima qilishimiz mumkin, ishlatishimiz mumkin ekan. CMSlar veb-saytda axborotni nashr etish jarayonini avtomatlashtirishga mo'ljallangan bo'lib, foydalanuvchiga internetda materiallarni mustaqil chop etish va ularning vizual ko'rinishini belgilash imkonini beradi. Mustaqil chop etish deganda o'sha dasturchisiz o'zimiz, demak o'sha dasturlashni bilmay turib ham chop etishimiz mumkinligini aytmoqda. Buning uchun HTML tilini bilish yoki mutaxassis bo'lmagan uchun murakkab bo'lgan jarayonlardan foydalanish shart emas. Hozir aytib o'tganim. CMS yordamida professional dasturchi bo'lmasdan ham saytning axboriy mazmunini, kontentini yaratish va o'zgartirish mumkin ekan. Xo'p, birinchi afzalligimiz shu edi. Ikkinchisiga o'tamiz. Qo'llab-quvvatlash xarajatlarini kamaytirish. Qo'llab-quvvatlash deganda bizga kiradi. Masalan, muammolar, o'zgarishlar bo'lgan vaqtda o'shani masalan yaratilgandan keyin, saytning yaratilgandan keyin o'shani o'zgartirish kiradi bizga qo'llab-quvvatlash. O'shanda demak, ma'lumotlarni yangilashni tashkilotning o'zi amalga oshiradi. O'z yoki tashqi veb ustaga haq to'lash hojat qolmaydi. Xarajatlar hujjatlarni qidirishga ketadigan vaqt, yo'qotishlarni kamaytirish, takrorlanish va xatolarni bartaraf etish, hamkorlar va mijozlar bilan aloqa tezligini oshirish hisobiga qisqarar ekan. Uchinchi afzalligimiz foydalanuvchiga qo'shimcha servislar taqdim etish, masalan, qidiruv, forumlar, ovoz berish va hokazo kabi ayrim servislar foydalanuvchi bilan interaktiv o'zaro aloqani talab qiladi. Bu imkoniyatlar CMS tarkibida allaqachon joriy etilgan. Demak, bizda shu servislar shu tayyor ishlatib foydalanishimiz mumkin ekan. Shunday servislar mana bu yerda masalan ko'rsatib o'tilgan. Va to'rtinchi afzalligimiz ishlab chiqish muddati va xarajatini kamaytirish. Aytib o'tganimdek, tezda saytni yaratib va o'shani masalan qancha tez bo'lsa, shuncha vaqtda, pulda ham ekonom qilishimiz mumkin ekan. Eng ko'p talab qilinadigan funksiyalar CMSda allaqachon amalga oshirilgan va darhol foydalanish mumkin.
va ko'plab CMSlar bepul, masalan, bepul funksiyalar bo'lishlari va masalan, dasturchiga pul berib yaratgandan ko'ra, masalan, bepul o'zimiz tayyorlashimiz mumkin ekan. Ishlab chiqish sifatini oshirish. Ishlab chiqishda to'liq yoki qisman tayyor bir necha bor sinovdan o'tgan modullardan foydalaniladi. Plaginlarimiz bor, tayyor plaginlar. Uni noldan masalan yaratish shart emas, уже yaratilgan va test ham qilib ko'rilgan. Ancha qismi test qilib ko'rilgan va masalan ishlaydi. To'lov platformasini olsak, masalan, qanaqadir tovar sotmoqchimiz, to'lov kommersializatsiyaning masalan funksiyasini qo'shmoqchi bo'lsak saytimizga, bemalol CMSda tayyor plaginni olib ishlatib ko'rishimiz mumkin. Agar shuni noldan qilamiz desak, u ancha vaqt va pul talab qilar edi. Mana shu masalan plaginlari ancha bizga yordam berar ekan sifatini oshirishda, ishlab chiqishni. Chunki endi noldan tayyorlanganda xatoliklar bo'ladi, ularni to'g'rilash bo'ladi. Sifati unchalik bo'lmasligi mumkin. Bu esa plaginimiz уже CMSdagi plagin уже tayyor, nimadan o'tgan, vaqt sinovidan o'tgan, sifatliroq bo'lib tayyor paydo bo'ladi, ishlatsa bo'ladi. Xo'p, 6-afzalligimiz keyingi modifikatsiyalar qiymatini kamaytirish. CMS ma'lumotlarini ularning taqdimotidan ajratadi. Shu bois saytning tashqi ko'rinishini statik saytga nisbatan ancha ozon o'zgartirish mumkin bo'ladi. O'zgartirishlar keyin masalan yaratib bo'lgandan keyin ham o'zgartirish oson deyilmoqda. Xo'sh, afzalliklarga yana CMS tizimlari orasida ko'pincha frameworklar, Content Management Framework, CMF o'sha oxiriga qo'shiladi. Tizim yaratish uchun mo'ljallangan vositalar to'plami alohida ajratib ko'rsatiladi. Kontentni boshqarish tizimlarini ishlab chiqish bilan ko'plab kompaniyalar shug'ullanadi, jumladan IBM, Microsoft, Oracle va Macromedia kompaniyalari shularga kiradi. Xo'p, CMS tasnifi ma'lumotlarning ifodalash modeliga asoslanadi, ya'ni obyektli, tarmoqli yoki modulli bo'lishi mumkin. Uchta turimiz bor, uchta turni ma'lumotlar ifodalashni ko'rib o'tamiz. Birinchisi obyektli model. Obyektli model sinf va obyekt kabi tushunchalar bilan ishlaydi. Sinf ma'lumotlar tuzilmasini belgilaydi va atributlar to'plamidan iborat bo'ladi. Masalan, matn satri, butun son, tasnif, tasvir va boshqalar. Xo'p, buni bilamiz obyekt. Obyektli model, demak bu klasslar dasturlash o'tilgan bo'lsa, klasslar bo'ladi. O'sha klasslardan foydalanib obyektli model qurishimiz mumkin. Obyektga yo'naltirilgan dasturlash ham sizlarga bo'lib o'tgan bo'lishi kerak. Xuddi o'shanda, xuddi mana shu OOPdan foydalanib, demak, shu CMS sistemalarimiz modellari tuzilgan ekan. Sinf nusxalari, obyektlar, bu endi sinf klass masalan deb o'tgan bo'lishlari mumkin. O'sha klass deganlar bu yerda sinf deb aytib ketilmoqda. Sinf nusxalari obyektlar ma'lum tuzilishga ega bo'lib, o'z tarkibida boshqa obyektlarni ham saqlash mumkin. Natijada ixtiyoriy iyerarxik tuzilma hosil bo'ladi. Obyektlar o'z tarkibidagi obyektlarning xususiyatlari, mazmuni va xatti-harakatlarini meros qilib olishi mumkin ekan. Demak, obyektlarning ichiga qo'shimcha yana obyekt yaratilishi mumkin deyilmoqda. Va o'sha xususiyatlarni, masalan, qanaqadir mazmunlarni, qaysidir ma'lumotlarni meros qilib, nasledovание deymiz, inherit deyishimiz ham mumkin, shunga o'xshagan nasl qilib olishi mumkin ekan katta obyektdan, oldingi obyektdan. Demak, obyektlarga misol sifatida hujjatlar, rasmlar, papkalar va foydalanuvchi hisoblarini keltirish mumkin. Har xil, masalan, nima deb bo'lishimiz mumkin? Eng oddiy misol foydalanuvchining asosiy ma'lumotlari. Masalan, u yerga rasmi kiradi, yuklab qo'ygan saytlaringizga rasm kiradi, ism, familiya kiradi, login, parol va qo'shimcha ma'lumotlar, masalan, qancha tovar sotib olgan, qanchasini masalan atmen qilgan, qaysi masalan informatsiyalarni ko'rgan, ana shularni hammasi masalan obyekt, alohida obyektga aylantirib ishlatiladi.
Kontent sinfi o'zida real ma'lumotlarni saqlaydi. Bunday ma'lumotlar obyektlarda, sinf nusxalarida saqlanar ekan. Bitta sinfni aniqlab bo'lgach, uning ko'plab vakillarini, kontent obyektlarini yaratish mumkin ekan. Bitta asosiy konstruktorni yaratamiz va u yordamida ko'plab o'shanga o'xshash klasslarni, sinflarni yoki obyektlarni yaratishimiz mumkin ekan. Davom etamiz. Endi obyekt modelini, sxemasini ko'rishlaringiz mumkin. Masalan, birinchi darajada bitta obyektimiz bo'lib, ichida ko'plab obyektlar qo'shilib ketgan bo'lishi mumkin. Shu haqda ketmoqda. Daraxtsimon rivoj diagrammaga ham o'xshab ketadi, agar o'tilgan bo'lsa sizlarga. Odatda CMSlarda ma'lumotlar relatsion yoki obyektli ma'lumotlar bazasida saqlanadi. Agar relatsion ma'lumotlar bazasi ishlatilsa, obyektli ma'lumotlar modeli relatsion modelga moslashtiriladi, mapping qilinadi. Demak, obyektlar yo'naltirilganda ma'lumotlar modeliga asoslangan tizimlar odatda ko'proq funksional, moslashuvchan, lekin shu bilan birga eng murakkab hisoblanadi. Ana bu yoqda relatsion model ko'rsatib o'tilgan. Ikkinchi turimiz ko'rib o'tgandek obyektli modelimiz bor va endi ikkinchi turimiz tarmoqli model qanday bo'ladi? Bu modelda axborot tuzilmasi bir-biri bilan belgilangan aloqalar orqali bog'langan tugunlar. Uzel deymiz, uzellar ko'rinishda ifodalanadi. Tizimning poydevori sifatida ham tarmoqli, ham esa tarmoqda mavjud bo'lgan tasnifli model aks ettirilgan an'anaviy relatsion MVBT xizmat qilishi mumkin ekan. Relatsion jadvallarda tugunlar, ularning atributlari va ular orasidagi bog'lanishlar haqidagi ma'lumotlar saqlanadi. Bog'lanish atributdan shunisi bilan farq qiladiki, bog'lanishda boshqa tugunga havola saqlanadi, atributda esa qiymat saqlanar ekan. Xo'sh, bog'lanish ссылка deymiz. Ссылкамizda faqat havola bo'ladi bog'lanishda. Demak, atributda esa qiymat, qandaydir qiymat saqlanar ekan. Yo'naltirilgan grafdan ma'lumotlarni ajratib olishda odatda quyidagilar qo'llaniladi. Demak, tugunlar ro'yxatini tuzish, ota parent tugun atributlari bo'yicha tugun atributlarini aniqlash va boshqalar kirar ekan. Mana bu yerda masalan tarmoqli modelni ko'rib o'tishlaringiz mumkin. Bu yerda bir-biridan farqlarini ko'rib turibsizlar. Tepadan pastga xuddi shunday ketmoqda, faqat masalan orqaga tuguni, masalan buni tugun deymiz. Adashmasam uzel deb nomlanadi. O'sha terminimiz uzel bilan. Masalan bu yerda qaytib orqaga masalan bir ikkinchi va uchinchi elementimiz o'rtasida ссылка yoki yo'l bo'lishi mumkin. Yoki masalan bu ikkinchi bilan va uchinchi elementimiz bilan bu yerdagi uchinchi tartibdagi uchinchi elementimizga yo'l bo'lishi mumkin. Bu yerda bitta elementga faqat bitta kirib, bitta chiqishlar soni ko'plab bo'lmaydi. Masalan, ko'plab mana bu yerga kirgan informatsiyani kirib olib va shundan qandaydir yana obyektlar yaratish ham imkoniyati ekan. Bu yerda soddaroq daraxtsimon diagrammadan foydalanilgan. Elementlarimizga faqat bitta kirib kelmoqda informatsiya. Demak, parent deymiz. Parent obyekt faqat bu yerda bitta bo'ladi va children yoki bola obyektlari ko'plab bo'lishi mumkin. Bu yerda esa o'sha har xil bo'ladi. Zga qarab masalan o'sha nimalarimiz uzellar bo'lishi mumkin ekan bu yerda. Xo'p, yo'naltirilgan grafdan ma'lumotlarni olishda odatda quyidagi usullar qo'llaniladi. Tugunlar ro'yxatini tuzish, ya'ni har bir tugunlar ro'yxatini tuzish, ota parent tugun atributlari orqali tugun atributlarini aniqlash va boshqa ishlov berish jarayonlari kirar ekan. Demak, uchinchi modelimiz modulli model bizda.
Bunday tizimlarda kontent turiga qarab alohida modullarga bo'linadi. Har bir modul faqat o'ziga tegishli kontent qismiga javobgar bo'ladi. Ma'lumotlar tuzilmasi modulga bog'liq bo'lib, kontent bilan ishlashning barcha jarayonlari modul ichida amalga oshiriladi. Modullar mustaqil bo'lib, tegishli hujjatlar bilan ishlash uchun to'liq javobgarlikka ega. Hujjatlar qat'iy belgilangan xususiyatlar to'plami yordamida tasvirlanadi. Hujjat tasvirlari qat'iy belgilangan bo'ladi. Funksional imkoniyatlarni kengaytirish, yangi modul qo'shish, mavjud kodni o'zgartirish yoki tahrirlash orqali amalga oshiriladi. Odatda turli modullar hujjatlarning o'rtasida ham, bitta modul ichidagi hujjatlar o'rtasida ham hech qanday bog'lanish tizimi bo'lmas ekan. Kontent yoki modul turlarining standart to'plami. Havolalar, maqolalar, fayllar, yangiliklar, bo'limlar va forum kirar ekan. Kontent boshqarish tizimining asosiy g'oyalari. Ozgina oldinroq qo'yib ketdik. Demak, mana bu yerda o'sha modelimizni ko'rib o'tishlaringiz mumkin. Alohida bo'linib, o'shalarga bo'linadi. Demak, cheklangan ma'lumotlar modeliga qaramay, bu asosdagi tizimlar soddaligini tufayli eng ommabop hisoblanadi. Modulli CMSlarning kamchiligi modul doirasidagi kontent tuzilmasining qat'iy belgilanganligidir. Biroq ularning funksionalini kengaytirish uchun internetda ko'plab mavjud bo'lgan tashqi modullardan foydalanish mumkin ekan. Bu tizimlarning yaqqol afzalligi qisqa vaqt ichida deyarli to'liq foydalanishga tayyor portalga ega bo'lish imkonidir. Xo'p, kontentni boshqarish tizimlarining asosiy g'oyasi saytning vizual dizayni va uning axborot mazmunini ajratishdir. Demak, vizual va axborotni alohidaga bo'lyapmiz. Bunday tizim yordamida sayt yaratilganda avval sahifa shablonlari to'plami ishlab chiqariladi, keyinchalik unga ma'lumot joylashtiriladi. Bu holda ishlab chiqaruvchilar, aslida bu joriy etuvchi guruh, ishlab chiqaruvchilar, o'sha dasturchilar deyishimiz mumkin yoki ana shu kontentni yaratayotganlar degan bo'ladi. Saytni yaratayotganlar vazifasi faqat kontentni boshqarish tizimi asosida boshlang'ich axborot tizimini yaratish bilan cheklanadi. Keyinchalik foydalanuvchilar o'zlari kerakli ma'lumotlarni e'lon qilishadi va uning qanday taqdim etilishini belgilashadi. Saytni boshqarish esa minimal darajaga tushadi. Administrator faqat foydalanuvchilarni boshqarish bilan shug'ullanadi. Demak, administrator bo'ladi, administrator barib qoladi. Administratorda faqat foydalanuvchilar qo'shib, qaysilarnidir o'chirib, shunga qarab usta amallar olib boriladi. Faqat foydalanuvchilar ma'lumotlarni bizaga o'sha nima deymiz? Foydalanuvchilarning o'zi ham ma'lumotlar ustida ishlashi mumkin ekan. Xo'sh, funksionalligini ko'rib o'tamiz. CMS foydalanuvchilari ikki guruhga bo'linadi. Sahifa va shablonlarni yaratuvchilar va kontent axborot mazmunlarni mualliflari kirar ekan. Demak, bir guruh foydalanuvchilar sahifalarning tuzilmasi va bezagini yaratadi. Va ikkinchi guruh esa ularni mazmun bilan to'ldiradi. Ya'ni kontent qo'shadi. Xo'p. Kontentni boshqarish tizimlarining funksiyalari tizimning hayotiy sikliga muvofiq tuzilgan. Dastlab joriy etuvchi guruh CMS yadrosini ishga tushiradi va MVBT da ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimida kontent uchun axborot ombori ma'lumotlar bazasini yaratadi. Keyin administrator turli foydalanuvchilarga tizimga kirish huquqini beradi. Demak, shundan so'ng kontent yaratiladi, u nashr etiladi va unga sahifa bezaklari, shablonlar qo'llaniladi. Shunday ketma-ketlikda bajarilar ekan. Davom etamiz. Endi bizga kontentni boshqarish tizimlaridan WordPressni sizlar bilan ko'rib o'tamiz.
mumkin? Qanday uстановка qilish? WordPress dasturi balki. Bu dastur bilan ishlab ko'rganmisizlar? Programma nimalari WordPress bilan ishlaganlar bormi? Yo'q, Mhm. yo'q, boshlamadi. Mhm. Yaxshi. Noldan boshlaymiz. Demak, CMS Content Management System. Xo'sh, bularni o'tgandik. Xo'p, WordPress. Demak, bu yerda yozilgandek CMSlar ichida eng mashhuri ekan. Bu yerda statistika ko'rsatilgan 2014-yildan to hozirgi kungacha. Xo'p, WordPress va boshqa CMSlarning bozordagi o'rni protsentda ko'rsatilgan. Masalan, bu yerda eng populyar o'zi ko'rishlaringiz mumkin. Ana bu yerda 59,8 bilan boshlangan 2024da masalan WordPress va hozirgi kunda 60% dan ortiq, почти bizaga 61 ga yaqin foizni egallab kelmoqda butun bozorning masalan CMSlar bo'yicha o'sha o'rni masalan WordPress 61% WordPressga tegishli ekan. Xo'p, mana bu yerda WordPressda yaratilgan saytlar ko'rsatiladi. Hozir adashmasam, negadir ochmayapti. Hozir qaytib kirish kerak. Bu ko'rib bilamiz. Hı? Bu endi WordPress yordamida yaratilgan saytlar. Ko'rib o'tishlaringiz mumkin. Masalan, bu yerda shablonlarni o'zgartirish ketmoqda. Masalan, rasmlarni o'zgartirdi. Mobil versiyalar ham mavjud. Har xil shablonlar, joylashtirishlar imkoniyatiga ega. Joylashuvini o'zgartiryapti bemalol. Mhm. Har xil effektlar qo'shilmoqda. Ranglar, shablonlar tanlanmoqda bu yerda. Mhm. Tekst bo'yicha ishlashni ko'rsatmoqda bu yerda. Har xil effektlar qo'shsa bo'ladi bemalol. Bu yerda endi saytlar, WordPress yordamida yaratilgan saytlar. Xo'p. Xo'sh. Davom etamiz. Demak, WordPress dunyodagi eng mashhur CMSlarga kirar ekan. CMS hisoblanadi. Demak, 2003-yilda Matt Mullenweg va Mike Little tomonidan yaratilgan. Dastlab blog platformasi sifatida boshlangan, hozirda to'liq veb-sayt tizimi hisoblanadi. Dunyoda bo'yicha 40%, dunyo bo'yicha demak 40% dan ortiq saytlar umumiy masalan yaratilgan. Hamma saytlarning 40%dan ortig'i WordPress asosida ishlar ekan. Davom etamiz. Asosiy xususiyatlari, demak, ochiq kodli va bepul, oson boshqaruv va qulay interfeysga ega, cheksiz dizayn shablonlari, ya'ni mingdan ortiq bepul dizayn shablonlariga ega. Ko'rib, masalan, birini tanlab ishlatishlaringiz mumkin. Bemalol bepul plaginlar orqali funksiyalarni kengaytirish imkoniyati. Xo'p, nimalar yaratishimiz mumkin ekan? Qanday saytlar yaratishimiz mumkin?
bloglar va yangiliklar sayti, korporativ saytlar, korporativ o'sha ish joylari, brendlar va shunga o'xshaganlar uchun eh, ish yuzasidan ishlatiladigan korporativ saytlar yaratishimiz mumkin. Internet do'konlar, WooCommerce yordamida portfolio va shaxsiy saytlar yaratishimiz mumkin. Xo'p, onlayn kurs va ta'lim platformalari ham shunga kirar ekan. Xo'p. Arxitekturasi asosiy to'rtta arxitekturadan tashkil topgan. Birinchisi admin panel, saytni boshqarish uchun kerak bo'ladi. Administrator paneli deb nomlanadi. Xo'sh, ikkinchi blokimiz temalar yoki theme deb yozilgan inglizcha. Agar tilda bo'lsa, themedan qidirishlaringiz mumkin. Temalarni dizayn va ko'rinishga asoslangan. U uchun masalan dizayn ko'rinishni o'zgartirmoqchi bo'lsak, shu blokka bosishimiz kerak bo'ladi. Pluginlarimiz, qo'shimcha imkoniyatlar qo'shib chiqishimiz mumkin. Masalan, WooCommerce'ni aytib o'tgandik. Onlayn do'kon yaratish uchun masalan yangi pluginlar qo'shishimiz mumkin. Ma'lumotlar bazasi bo'limi bu barcha kontentni saqlanadigan joy. Ma'lumotlar bazasi bilan ishlagan bo'lsalar kerak. Jadvallar yaratib, ma'lumotlarni o'sha yoqqa yuklab va hokazolar mana shu bo'limda bajarilar ekan. To'rtta asosiy bo'limimiz bor, demak. Davom etamiz. Temalar haqida ko'rib o'taylik. Ikkinchi bo'limimiz bu bepul va pullik temalar mavjud. Bu yerda shunday bosganimizdan spiska chiqarib beradi. Katta spiska 7000 dan ortiq temalar mavjud. O'shanda pullik va bepullar bor. O'zimizga keraklisini topib olishimiz mumkin bemalol. Demak, har bir soha uchun mos shablonlarga ega. Masalan, kirganimizdan keyin filtr qilib ko'rishimiz mumkin. Masalan, arxitektura kerakmi yoki masalan ovqat shoxobchalar, masalan restoran, kafelar uchun nima bo'lishi mumkin va boshqa soha bo'yicha ham filtrga ega. Dizayn tezkor o'zgartirish imkoniyati ham ega. Tezkor o'sha yerda masalan temani o'zgartirib, stillarni o'zgartirishimiz mumkin. Hop. Asosiy pluginlarni ko'rib o'tamiz. Ko'p ishlatiladigan pluginlarimizga o'sha plugin o'zi nima? Qo'shimcha funksiyalarni qo'shadigan bo'lim desak ham bo'ladi. Masalan, SEO xavfsizlik, tahlil, forma yaratish bo'limlari bor ekan. Pluginlarimiz bor ekan. Xo'p, eng mashhurlari Yoast SEO, WooCommerce va Elementor ekan. WordPress afzalliklari. Asosiy to'rtta afzallikni ko'rib o'tamiz. Demak, tezkor sayt yaratish juda tez. Masalan, bir hafta, 2 hafta ketadigan ishni bir kunda bajarishimiz mumkin. SEO juda qulay. SEO deganimiz optimallashtirish, ya'ni Google, Yandexlarda poiskovikda qidirish va o'sha yerda ko'rinishni optimallashtirish uchun, qidirishda to'g'ri chiqishi uchun, kerakli vaqtda chiqishi uchun, optimallashtirish uchun juda qulay ekan. Katta hamjamiyat va qo'llab-quvvatlovchilar ko'p. Demak, hamjamiyatimiz katta. Bu yerda WordPress bilan ko'rganimizdek 60% CMS sistemalarining 60% demak WordPressga to'g'ri kelgandan keyin hamjamiyat ham shunga yarasha katta va xatolar, muammolarni bemalol tahlil qilib chiqishimiz mumkin hamjamiyat yordamida. Kengaytirilgan funksiyalar. Funksiyalarimiz ana endi umumiy masalan yaratilgan saytlarning 40% bo'lgandan keyin har xil masalan muammolar uchun уже ko'plab funksiyalar, minglab funksiyalar yaratib qo'yilgan. Ular endi har xil vaziyatlarda ishlatishimiz mumkin. Vaziyatimizda masalan tayyor yechimlar уже bizga bor ekan. Undan foydalansak bo'ladi. Kamchiliklariga ham ega WordPress Content Management Systemda endi xavfsizlik muammolari bo'lishi mumkin. Ya'ni ana endi bozorning 40% masalan CMS sistemalarining 60%ni olgandan keyin bu yerda bunday sistemaga hujum qilish ham, hujumlar soni ham ko'payadi. Shu tufayli endi kamchiliklari ham ko'proq aniqlangan.
Endi o'shalardan foydalanish, o'shalardan xavfsizlikni ta'minlash uchun ko'plab plaginlarimiz bor. Plaginlardan foydalanib bemalol xavfsiz sistema yaratishimiz mumkin. Bu demak kamchilikni plaginlar yordamida qo'yib yechishimiz mumkin ekan. Ikkinchi kamchilik bizda juda ko'p plaginlardan foydalanish saytni sekinlashtiradi. Demak, plaginlarda endi bizga kerakli funksiyalar va keraksiz funksiyalarga ham ega. Masalan, hamma funksiyalarni ham ishlatmaymiz. Shu tufayli keraksiz funksiyalar agar ko'plab plaginlar ishlatsak, yig'ilib qoladi va masalan, saytimizning tezligiga ta'sir qilishi mumkin. Endi bu yerda yechim bor, bu yerda ham yechim bor. Masalan, o'sha plaginlarni masalan, faqat keraklilarini ehtiyot bo'lib ishlatamiz. Agar ko'payib ketganda ham, server tomonidan masalan tariflarni yaxshiroq tarifga o'tib, masalan, saytimizni tezlashtirishimiz imkoni bor. Katta saytlar uchun optimizatsiya talab qiladi. Endi uchinchi kamchiligimiz shundan iborat. Demak, saytimiz kattalashib ketsa, sekinlashishi katta ehtimol bilan sekinlab qolishi mumkin. Shu tufayli optimizatsiya olib borishimiz kerak bo'ladi. Endi bunda ham hamjamiyat bor, hamjamiyatni yordamidan foydalanishimiz mumkin optimizatsiya uchun. Davom etamiz. SEO, demak WordPress SEO uchun juda qulay ekan, ya'ni o'sha Yandex, Google'ga o'xshagan optimizatsiyalar poiskoviklar uchun masalan ko'rinishiga yordam beradi. Tez indeksatsiya qilish imkoniyatiga ega. Masalan, Google'da yoki Yandexda shu masalan saytni qidirgan vaqt yoki shunga o'xshagan mavzularda tezroq chiqishi uchun yordam berar ekan bizga WordPress. Elektron tijorat, WooCommerce deymiz yoki asosiy e-commerce plugin elektron kommersiya deymiz. Savdo sotiq, qaysidir tovarlarni sotish va o'sha shunday savdo bilan shug'ullanish uchun masalan bizda tayyor plugin bor, WooCommerce deb nomlanadi. Internet do'konicha foydalanamiz. Bu yerda ikkinchi punktimiz internet do'kon yaratish juda oson. Ko'plab shablonlarga ega, temalarga ega, shulardan foydalanib bemalol yaratishimiz mumkin. Qiyinchiliklarsiz yaratamiz desak bo'ladi. To'lov tizimlari bilan integratsiya mavjud. To'lov tizimlarini Visa, Mastercard va boshqa tizimlar bilan bemalol integratsiya qilib yaratishimiz mumkin ekan. Xavfsizligi haqida gaplashib o'tamiz. WordPress xavfsizligi, demak, plugin va temalar doimiy yangilanib turadi. Kuchli parol va CCL sertifikatiga ega xavfsizlik pluginlari bor. Mashhur pluginlar WordFence, iTems Security degan pluginlarimizdan foydalanishingiz mumkin. Xavfsizlikni oshirish uchun. Statistika bo'yicha qarasak, demak, 800 milliondan ortiq sayt WordPress asosida yaratilgan ekan. Har kuni minglab yangi saytlar ochilmoqda, yaratilmoqda. WordPress yordamida mashhur saytlarning katta qismi WordPressdan foydalanadi. Xo'p, ana endi asosiy qismiga o'tsak bo'ladi. Bu yerda foydalanish bosqichlari. Xo'sh, domen va hosting tanlash. Birinchi domen masalan tanlanadi va domen va hostingimiz tariflarimiz tanlanadi. Keyin u yerga WordPressni o'rnatishimiz kerak bo'ladi. WordPress sayti bor, saytdan o'tib yuklab olishimiz mumkin yoki o'sha hostingni o'zida ham masalan shunday funksiyasi bo'lishi mumkin. Masalan, Ahostda bunday funksiya bor. Bitta tugmani bo'lsa, WordPressni bemalol oddiygina o'rnatishimiz mumkin. Tema va pluginlarni sozlash imkoniyatiga ega bizlar 3-qadamimizda bo'ladi. Temalarni sozlashimiz kerak bo'ladi.
To'rtinchi qadamimiz kontentni joylashtirish, ya'ni tema bor уже. Biza bu yoqqa kontent qo'shishimiz kerak. Ya'ni rasmlar, yozuvlar va hokazolarni kirib chiqarishimiz kerak. Informatsiya bilan to'ldiramiz. SEO va xavfsizlik ta'minlash. Beshinchi qadamimiz o'sha qidirgan vaqt ana shu Google'da yoki Yandexga chiqishi kerak va xavfsizlik tomonidan ham o'ylab ko'rishimiz kerak bo'ladi.